Assalomu alaykum. Xudo xolasa bugun yana bitta zo'r joyga keldik. Bu yerda hozirlarga kirib ko'rsatamiz. Bu issiqxona Koreya texnologiyasi asosida qurilgan. Agar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, Qulpinoydan daromad olish ichkariga kiramiz. Koreyada issiqxona qurayotganda shunga ahamiyat berishadi. Mana issiqxonaga asosiy kirayotgan vaqtimizda qaranglar, bu tomonda polni sug'orish tizimi qo'yilgan, joylab ketilgan. Atapleniya sug'orish tizimi ichkariga qo'yiladi va ko'ryapsizlar, o'tirish uchun joy va ofislar qilib qo'yadi. Agarda xohlasanglar, kichkina tunnelli issiqxonaga ham, katta gektarli issiqxonaga ham shunaqa ofis, xodimlar yashash uchun joylar va hamma sistemasini ichkariga joylab berishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda ikki xil tizim bor. Birinchisi, mana ko'rib turganinglardek stelajlar yuqoriga ko'tarilib pasayadi. Bu Koreya emas, Yevropa davlat emas, o'zimizda davlatda ham shunday issiqxonalar bor. Yaqinroq keling. Issiqxonani ichidaman stelajlar tepaga ko'tarilyapti. Tepaga ko'tarilishini nima qulayligi bor? Ko'proq ma'lumotga ega bo'lganlar yozib qoldiringlar. Men o'zimdagi ma'lumotni aytaman. Eng birinchisi, bu haroratga qarab turib, bilasizlar, issiqxonaning ichidagi haroratlar yuqoriga qarab ko'tarilgan vaqtda buni ham ko'tarib qo'yadigan bo'lsangiz, issiqlik tushaveradi. Bu qish kunida juda ham zo'r effekt beradi. Yozgi kunida maksimalni pastga tushiraverasiz. Ya'ni bilasizlar, issiqlik tepaga ko'tarilib ketgan sari stelajni ham ko'tarib yuboraverasizlar. Juda ham akkuratni, toza, oyoq ostiga zo'r qilib gilamlarigacha sop qo'yishgan. Endi yana bitta narsani aytaman. Agarda ishlamoqchi bo'lsanglar, buni ma'lum darajagacha ko'tarib olib turib, bemalol hosilini ham terib ketsanglar bo'ladi. Zamonaviy issiqxonalar qurdirib, agro sohasida o'z biznesingizni boshlamoqchimisiz? Mening ismim Rustamjon. Biz O'zbekiston va O'rta Osiyoda zamonaviy issiqxonalar qurish bilan shug'ullanib kelyapmiz. Agar siz xonadoningizga yoki katta gektarli issiqxonalar qurdirmoqchi bo'lsangiz, biz bilan hamkorlikda ishlashingiz mumkin bo'ladi. Biz nafaqat O'zbekistonda, qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston davlatlarida ham issiqxonalar qurib kelyapmiz. Bizdan issiqxona mahsulotlarini hamda zamonaviy issiqxonalar loyihalarini ham olishingiz mumkin bo'ladi. Sizda katta gektarli issiqxonalaringiz bor. Uni ta'mirlash kerak yoki siz uni yurgizolmayapsiz, sotmoqchi bo'lsangiz ham bemalol biz bilan bog'laning. To'liq ma'lumotlarni pastdagi nomerlardan olishingiz mumkin bo'ladi. Polni mana radiator tizimlar, isitish sovutish bo'yicha atapleniyani zo'r sistema bilan qilishibdi, juda ham yoqdi. Endi bu yoqqa boradigan bo'lsak, ikkinchi tizimni ham ko'rsataman. Mana bu yerda ko'rib turibsizlar, asosiy bu upravleniya shiti, kontur paksi deyardi Koreyada. Shu shit orqali hamma yo'lni boshqarasizlar. Shunday kelasizlar, bemalol bitta knopka bilan tepadagi fortishkalarni ochasizlar, bitta knopka bilan stelajni ko'tarib tushirasiz yoki ko'rpalarni yoki yonboshdagi bakovoylarni ochishinglar mumkin bo'ladi. Endi mana O'zbekistonda abichni qurilayotgan stelajlarni nima qilishyapti? Biz O'zbekistonda bir etaj qilib har xil materiallardan tayyorlab beryapmiz. Hozir O'zbekistonda ham juda ko'p qiziqqanlar bor. Ko'rib turganinglardek mana stelaj eni 30 sm, ichiga kokosiy substratlar solinadi va shu yerga ekiladi. Mana maxsus o'zini qoplari bor. Mana ko'rib turganinglardek maxsus qoplardan foydalanib bu narsa tayyorlanadi. Agarda sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, o'zimiz qurib bergan obyektlarga borib sizlarga xuddi shu sistemani ko'rsatamiz. Agar qiziq bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu stelajni qanday qilib tayyorlaymiz? Hozir rasm ham qo'yib ketdik. Ko'rgan bo'lsanglar, xuddi shunaqa stelajlarni tayyorlab berishimiz mumkin bo'ladi. Juda ko'pchilik Qulpinoy biznesiga qiziqyapti. Rustam aka, bunaqa katta issiqxonalar qurgani pulimiz yetmaydi. Kichkinadan boshlasak bo'ladimi? Agar sizda tajribangiz bo'lmasa, hattoki tajribangiz bo'lib turib pulingiz ko'p bo'lsa ham, men aytaman, iloji boricha bunaqa katta issiqxona emas. Imkon qadar kichkinarog'idan boshlaganingiz yaxshi. Nimaga? Bu asosan go'st obyekt va juda ham chiroyli qilib, showroom uchun ham qilingan issiqxonalardan biri. Agar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, yana ham ko'proq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Bu sistema bo'yicha o'zingizlar fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar va qiziqishinglar bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilinglar. Sizlarga ham zo'r qilib issiqxonalar qurib beramiz.